Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun 690 ming so'mdan Rossiya eshiklarini sotadigan va 17 million so'mgacha 150 xildan ortiq modellarni o'z ichiga olgan, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan, O'zbekistondagi eng katta va yirik showroomimizning ikkinchi qavatida xalqimiz uchun foydali va manfaatli video obzor va sayohat qilishni boshlaymiz. Nafaqat O'zbekiston, qolaversa butun O'rta Osiyo, qo'shni davlatlarga ham dong'i ketgan va qo'shni davlatlardan ham tashrif buyurib, xaridlarni amalga oshirishayotgan showroomimizning qisqacha va batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Videoga bitta like va obuna bo'lishni unutmang. Videoni eshik qidirib yurgan do'stingizga yuborib qo'ying. Foydamiz tegib qo'ysa, xursand bo'lamiz. Mega aksiya va skidkadagi eshiklarimizni ham video davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi maslahatim, videoni o'tkazib yubormasdan va befarq bo'lmasdan oxirigacha tomosha qiling. Qani unda ketdik. Narxlari bilan batafsil va qisqacha ma'lumot aytib o'tamiz. Bizning ikkinchi etaj showroomimizni juda ham ko'pchilik kutgan edi. Video obzori qachon chiqadi? Barcha eshiklarini obzor qilinglar deganlar juda ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun, sizlar uchun, xalqimiz uchun foydali va manfaatli video tayyorlashga niyat qildik. Qani unda ketdik. Bo'lmasam sizlar bilan birinchi navbatda mana bu Shotlandiya modelidagi eshigimizga ko'zimiz tushadi. Bu juda ham chiroyli bo'lib, hashamatli ko'rinish beradi. Albatta boshidan ko'rsatib o'taman Rossiya eshiklarini qayerlarda qulay va qanaqangi ustunligi bor boshqa brendlardan shular haqida ma'lumot berib o'taman. Ko'rishlaring mumkin, Rossiya eshiklarida barida rezinka qo'yilgan, juda ham qulay qilib va ekologik toza shponlarda ishlangan, defekt degan narsa bo'lmaydi umuman. Ko'rishlaring mumkin. Narxlarini ham bir yo'la aytib o'tib ketaman. Buni narxi 8 million so'm. Atiga bemalol kelib, xohlagan miqdorda olib ketishingiz mumkin. Ikkinchi modelimiz juda ham neobычный model. Ko'ringlar, o'zlaring. Qulayligi juda ham zo'r. Rossiya eshiklarini o'zingizlar bilasizlar-ku, sifat bo'yicha ham zo'r ishlaydi hamda покрытие degan narsa, qulaylik va MDF juda ham qulay. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Albatta bunday eshiklarni bizdan skidka narxida, ya'ni 1.570.000 so'm edi eski narxi. Hozirgi narxi sizlar uchun, bizni obunachilarimiz uchun 1.170.000 so'mdan qilib qo'ydik. Navbatdagi modelimizda juda ham hadavoy bo'lgan eshik bor edi. Lekin hozir bu eshik yo'q. Qaysi eshikni gapiryapti ekan demanglar. Prosta navbatdagi eshigimizda bor edi. Bu hadavoylik uchun obyektga ko'proq sotganimiz uchun sotib tashladik. 990 ming edi, lekin juda ham chiroyli edi. Navbatdagi modelimiz o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli va neobычный, takrorlanmas go'zallik sohibi. Mana ko'ryapsizlarmi? Qanaqangi sifat, qanaqangi dizayn. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bu eshigimizni narxini 1.570.000 so'm edi. Buni chegirma narxida 1.170.000 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Navbatdagi modelimiz juda ham chiroyli. Narxiga kelganda to'g'risi ko'pchilikda muzlatib tashlagan, chunki sifat
boshqa tema, narxi boshqa tema. Eshikni prosta bekilishini ko'ringlar. Mana eshik. Mana. Juda ham neobычный qilib ishlangan. Dizayniga, narxiga to'g'risi qoyil qolmasdan iloji yo'q. Bu ham skidkada 2.995.000 so'm edi. Hozirgi kunda buni 1.695.000 so'm qilib qo'ydik. Qaranglar, qanaqangi defekt degan narsa yo'qda. Rossiya eshiklari shunaqangi qulayligi borki, mana sal zo'rodan habzor. Navbatdagi eshigimiz juda ham hadavoy. To'g'risi bu videoni tayyorlashda yokida birovga sotganimda o'zim ham ichimdan niyat qilib qo'yaman. Shu eshikni xudo xolasa hovliga olsam, uchastka solsam, inshaalloh mana shu eshikdan qo'yish niyatim bor. Lekin arziydi. Men sizlarga prosta buni kilosini aytib qo'yaman. Endi hamma ma'lumotni berib o'tolmaymiz, chunki unda kelib o'zingizlar bir qator ko'rishlaringga to'g'ri keladi. Bu eshigimiz asli 60-70 kilo taxminiy kilosi. Ustidagi bu teksturaga ahamiyat beringlar. Prosta wow. Bu eshigimizning narxi 2.995.000 so'm edi. Skidkada ulgurib qolinglar. Bunaqangi ko'p emas. 1.695.000 so'mdan. Sifat to'g'risi kelganinglarda ko'rib qoyil qolasizlar. Navbatdagi eshigimiz remont tanlamas. Barcha dizaynlarga tushib ketadigan eshik. Rossiya eshiklari o'zi shunaqangi yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqaradi-da. To'g'risi men shunisi bilan ajrab turadi va assortiment bo'yicha Yevropadan oladi. O'zingizlar bilasizlar-ku. Bu eshiklarni qo'ygandan keyin to'g'risi uyingiz yana ham hashamatli va chiroyli ko'rinadi. Buni narxi 1.570.000 so'm edi. Buni 1.070.000 so'mdan qilib qo'ydik. Navbatdagi eshigimiz juda ham hadavoy bo'lgan va 2023, 2024, 2025 da mijozlarimizning ko'nglidan joy olgan eshigimiz. Bizi Chester Champion modelimiz bo'ladi. YouTube'da bu eshigimiz haqida juda ham ko'p video obzorlar bor. Albatta kirib ko'ringlar. Yo'tal turib qoldi. Sifat menimcha to'g'risi mana shu eshik bilan mana shu eshikni men sizlarga oddiy ta'riflab beraman. Boshqa brendda o'zim ko'rganman. 12 milliondan 15 million so'mgacha sotiladi. Bizda buni bemalol kelib 1.695.000 so'mdan olishingiz mumkin. Shaxsan o'zim 12 million, 13 million ko'rganman. Bularda mana buni 18 million so'mgacha ko'rganman boshqa brend asosida. Boshqa brendlar shunaqa sotadi. Buni narxini biz sizlarga 3.995.000 so'm edi. Oqi 2.995.000 so'm qilib beramiz. Sifat prosta bomba. Wow degizdirib yuboradi. Uyda ham juda chiroyli turadi. Mana chiroqqa unaqacha ahamiyat bermaysizlar endi. Uni yo'qotolmadik biz. Professional mobilograf emasmiz. No qo'limizdan kelgancha mana bunday uskunalar bilan sizlar uchun video obzor qilyapmiz. Endi navbatdagi modelimiz ko'pchilik 1.5 qanot bormi deydiganlarga mana 1.5 qanot so'raganlaring. O'zingizlar ko'rib turibsizlar-ku, bizda barcha eshiklaringni 1.5 qanotligisi bor. Xohlagan razmerlaringda. Bizga kelib faqat zakozni berib, xarid qilib, uyingizga o'rnatishingiz qoldi xolos. Rossiya eshiklari bilasizlar, bizda aytilayotganda kvadratiga aytilmaydi, unaqangi bir har xil gap so'zlar yo'q. Bizda donasi, ya'ni mana shu nech pul dedim, taxminiy. Mana 1.170.000 olaylik. Bizda bir donasi 1.170.000 so'm bo'ladi. Unaqangi bizda kvadrati yarim edi,
Qomovdi, unaqangi bo'lmaydi. Tayyor mahsulot, sразу kelib, nalichida pulni to'lab, olib chiqib ketishlaring mumkin. Navbatdagi modellarimiz uchalovligini birdaniga obzor qilib o'tamiz. Bular ham juda ham ommaga tanilgan eshiklarimizdan trilogiyasi, ya'ni uchligi. Bu eshiklarimiz narxi 1.360.000 so'mdan bemalol kelib, sifatiga baho berib ketishlaring mumkin. Sifatini prosta baho berib qo'yasizlar. Biz shundan xursandmiz. Mehnatimizni ham jicha qadriga yetib qo'ysalaring, yana ham yaxshi bo'lardi. Xursand bo'lardik. Albatta, like bosishni unutmang. Uchalovsini narxi bir xil bo'ladi. Bu shu korичневый o'zim uyimga maqsad qilganim yoki ya'ni niyat qilgan eshigimni oynaligi bo'ladi. Maslaga bitta zo'r narsa aytaman. Oynasini dizayniga bitta baho va eshikda teksturasiga bitta baho. Prosta jalka bo'lmasa kerak bunaqangi eshikka, bunaqangi mehnatga, bunaqangi obzorga. Buni narxi bor-ku. 3.995.000 so'm edi. 1.995.000 so'mga tushirib qo'ydik. Skidkada, chegirmada qatnashish uchun bizning quyidagi raqamlarimizga aloqaga chiqib, bemalol manzil so'ranglar. Manzil bo'yicha kelib, o'z mahsulotinglarni olib ketinglar. Navbatdagi modelimiz bu meni to'g'risi pulim ko'p deydi. Endi men bas boy odamlarda endi. Meni pulim ko'p. Lu skromniy tursin eshigim, haligi ortiqcha bachkanagarchilik bo'lmasin degan akalarimiz uchun imennoy podzakaz chiqarilgan. Bu eshiklarimiz narxiga kelsak 2.495.000 so'm. Mayli. Meni obunachilarim uchun 1 million skidka qilib beramiz. 1.495.000 so'mdan kelib, bemalol xarid qilishlaring mumkin. Navbatdagi modellarimiz bilasizlar, Emerto modelimiz juda ham hadavoy, chegirmalarda ham juda ko'p yuradi bu eshigimiz. Chegirma ko'p qilamiz bu eshiklarimizga. Albatta, narxiga qaraganda eshikni o'zi chiroyli. Bizning showroomimizga kelganlar buni biladi. Albatta, buni narxi 2.995.000 so'm. Borani meni obunachilarim uchun 1.595.000 so'mdan qilib beryapmiz. Bunaqangi eshiklar, bunaqangi narxlarga to'g'risi hech qayerdan topa olmaysiz. Faqat Eshik bor kanalida bunaqangi videoni, obzorni yomoni bo'ladi. Mana navbatdagi eshigimiz. Juda yo'tal turib qoldi. Obunachilar yo'tal turib qolsa ham, o'shanda ham sizlar uchun voz kechilmayapti. Xalqimiz uchun nima bo'lsa bo'lsin, xalqimizga foyda bo'lsin. Navbatdagi eshigimiz $55 sotilgan Rossiya eshiklarimiz. Mana oyna, mana ko'rib turganlaring oyna bo'ladi. U MDF kraskalab, hali tonirovka tortib turib, как oynadaqa qilib o'tkazilmaydi. Endi navbatdagi eshigimiz korичневый. To'g'risi, yevropeyskiy odamlar buni juda ham yaxshi ko'radi. 100% javob beraman. Shunaqalar yaxshi ko'radi buni-da. Shunaqalar uchun bu eshiklarimiz ham bor. $65 dan Rossiya eshiklari. Bu yerda ham mana bu oq eshikni ko'ryapsizlarmi? Cho'tki chiqqan, zo'r. Buni gluhoyi deyishim kerak edi. Lekin bizda eshiklarimiz narxini bilasizlar. Ya'ni endi butun dunyo desam bo'lmaydi, O'rta Osiyo bilgani uchun bizdan eshiklarda ko'pchilik xarid qilgani uchun, narx arzon bo'lganligi uchun даже veterinarni ham qo'shib ketishgan. Bu yerda mana eshigimizni gluhoy variantdagisi bo'lar edi. Gluhoy variantdagisi. Bularning ikkosini ham narxini 1.495.000 so'm qilib beramiz. Asl narxi 2.995.000 so'm. Bagetlarga prosta ahamiyat berib qo'yinglar. Alohida oynasi tema. Bageti tema. Dengizda kema.
Ana shunga o'xshab. Navbatdagi modelimizda to'g'risi menimcha endi butun dunyo sevgan bo'ladi. Shu eshiklarimizda butun dunyo sevgan bo'ladi. Tiffany seri va oq white ice, ya'ni eshiklarimiz Rossiya eshiklarini obunachilar sizlar kutgan vaqt keldi. Ortiqcha so'z, ortiqcha izohsiz, ortiqcha muammolarsiz bizdan faqat boplabsizlar, malades deb xarid qiladigan joyi. To'g'risi. Bundan ham zo'rlar turibdi hozir. Bu ham yondiradi. Yondirib, o'sha bundan ham zo'rigacha olib boradi sizlarni. Bu eshiklarimizni bizning showroomimizdan kelib ruchkasi mayli, bonus. Obunachilarim uchun bonus. Oshiq-moshig'i bonus 2 ta. Mana shu turishi. Mana obunachilarimga 995 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'rishlaring mumkin. Buni bilasizlar, Imerto modelimizni Lux kopiyasi bo'ladi, Tiffany seri va oq. 995 ming so'mdan soni cheklanmagan. Bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin. Navbatdagi eshiklarimiz, oynasini ko'ryapsizlar mana, o yorug' qatdan tushiya. Mana. Narigi eshigimiz ko'rinyapti. Bu eshiklarimiz 960 ming so'mdan sotilgan eshiklarimiz. Bu mana Pepelni seri bo'ladi. Bun bilan buni farqi bor. Navbatdagi eshigimiz Po'lat Alemdarda qaynog'asini eshigi. Men shunaqa deyman-da, endi skromniy chiqqanda, shunaqangi rangli, ofisni shunaqa joylarga juda ham zo'r turadi. Bularni 3 million 900 ming edi, 1 million 360 ming so'm qilib qo'ydik. Mana. Ko'rishlaring mumkin, lekin uylarga to'g'risi mos kelmaydi. Men o'zim sizlarga to'g'risini aytib qo'yaray, uyga bo'lmaydi. Ofislarga juda ham zo'r chiqadi. Navbatdagi eshigimiz esa eshikni jinnisini hosilaga ko'rsataman. Buni materialini bizning showroomimizga kelganingizda bir ushab his qilib ko'rasiz va ana o'shandan keyin narxini aytamiz. To'g'risi hozir narxini aytmayman. Buni arzonchi modellari ham bor-da, shu ko'rib turganlaring. Bizning showroomimiz juda ham katta. Navbatdagi modelimiz juda ham zo'r, bundan ham bor atak. Navbatdagi modelimiz juda ham chiroyli model. Lakirovanniy obunachilarimiz uchun ko'rishlaring mumkin. Albatta. Narxini nima deysizlar? Obunachilar. Qanaqangi narxda bo'lishi mumkin bular? Bularni 5 million 360 ming so'mdan 2 million 360 ming so'mga tushirib qo'ydik. Navbatdagi modelimiz skromniy, ortiqcha bachkanagarchiliklarni yoqtirmaydiganlarga вообще eshikmisan, eshik. Sifati taxtakach deymiz buni. Taxta, go'sht kesadigan qattiq mahsulotlar bo'ladi-yu. Shunga o'xshagan. Bularni 690 mingdan o'sha sotganmiz. Bulardan tugadi shekilli menimcha. Yangi dizayn, yangi baho, yangi narx 2025 sizlar uchun. Albatta. Mana u oynasidan ko'rinyaptimi mana? Oyna emas, nimasidan? Palaskami nima edi? Eshik yangi dizayn qilaman. Remontim juda injiq deganlarga mana. O svetni ko'ryapsizlar? Bilan narxini kesinglar aytaman. Juda ham chiroyli narxlarda. Keyingi navbatdagi eshigimiz. Buni materialini hozir sizlar prosta sezib ko'rasizlar. Mana. Teksturasiga baho beringlar, prosta teksturasi mana. Yondan ko'rinyaptimi? Daraxt tekstura. Ko'rishlaring mumkin. Albatta, bizning showroomimizga kelganingizda bunaqangi chiroyli eshiklarni doimo uchrataverasiz.
Endi keyingi navbatdagi eshigimiz birga o'tkazib olsak bo'ladimi, obunachilar? Allohga shukr. Kirib ham bordi odam. Men sizlarga prosta yoniga boraman-da, mana. Yonidan bundoq qilib olib o'tib ketaman. Bundoq qilib pastga olib tushaman. Yana bundoq qilib tepani ko'rsataman, taroqligini. Endi bu taroqda oq. Bu qancha maqtalsa arziydigan eshigimiz. Ruchkasini xoh oling, xoh olmang. Oshiq-moshig'ini xohlasangiz oling, xohlamasangiz olmang. Eshigimizni mana shu turishini siz uchun 995 ming so'mdan qilib beramiz. Yana bir narsani aytib o'taman, optimchilar olib sotmoqchi bo'lganlar alohida gaplar bor sizlarga boshqacha narx bo'ladi. Agarda chestni hurmat qilib bir-birimizni men olib sotaman deb ochig'ini gapirganlarga 995 ming so'mdan. Mana bu yerda ham bor obunachilar, bularni endi keyingi safar xudo xolasa obzor qilib beramiz. Endi to'g'risi hozir juda ham video cho'zilib ketib qoladi. Mana bu eshiklarimizdan ham bor. Bular ham skidkada narxlari juda ham zo'r. Ko'rishlaring mumkin. Qoyil qoldirib yuboradigan eshigimiz, kesalaring. Navbatdagi eshigimiz bu haqiqiy Po'lat Alimdarning o'zi. Ukaxoni, tog'asini o'g'li unaqa emas. Teksturaga prosta bitta ahamiyat berasizlar. Yaqinlashtirib, daraxt materialda mana bu anaqa tekis emas, aboy emas. Вообще zo'r. Ularni ham 1 million 360 ming so'm qilib qo'ydik. 4 million 360 ming so'm edi. Mana. Ichi yoritib olaymi yo nimadi? Bo'lar ekanmi, ozgina qorong'ida chirog'i yo'qoldi. Mana tekstura. Mana sifat. Mana boshqa narsalar. Obunachilar, sizlar uchun yana bitta navbatdagi eshigimizni ko'rsatib o'tib ketaman. Qolganlarini mana shu videomiz kamida 1000 ta like yig'sa sizlarga obzor qilib berib boramiz. Chunki vaqti juda ham uzoqlashib ketyapti. Hozir bilsalaring ko'pchilik erinchoq bo'lib ketib qolgan obunachilar. Oxirigacha ko'rmaydi. Batta juda ham yana ham xillari ko'p modellar. Bularni ham obzor qilish kerak. Biz sizlar uchun mehnat qilishda davom etamiz. Ozgina biz ham mehnatimizni qadrlab videoga like bosib qo'ysanglar, kengroq tarqalishi uchun kamida 10 ta do'stingizga yuborib qo'ysangiz, biz yana ham sizlarga zo'r eshiklarni obzor qilishda davom etamiz. Bu hamchi, mana bu eshigimiz bilan bir xil. Yaqinlashtiraman hozir sizlarga. Mana bu eshigimiz zo'r. Mana qo'yib ketib qolyapti, xiralashib. Mana shu eshigimiz bilan bir xil ikkalovligi. Mana buni. Shu bilan. Narxini ruchkani olsangiz olmasangiz 995 ming so'mdan qilib beramiz. Yana bitta dizayni bor. Men sizlarga kelganlaringda o'rgataman. Eshikni shunday primoy $200 ga o'xshatib qo'yadi. $200 eshiklarga. Uning uchun bizning showroomimizga kelib, sizlar biz bilan hamkorlikda ishlashlaring kerak va albatta ochiq oydin gaplashib, narxini juda ham zo'r narxda olib ketishingiz mumkin. Bilasizlar-ku, sizlar bilan hamisha kelishganmiz. Kelishmasdan iloji yo'q. Biz chunki xalqimiz uchun foydadan halollik ustun, foydadan klient mijoz roziligi ustundir. Birinchi navbatda turadi biz uchun. Bizga shunaqangi o'rgatilganki, shunaqa klient nima deyapti, gapini tingla va unga yordam ber, qo'lingdan kelsa. Ana shunga qaramasdan ko'pincha sexda ishlaydiganlar, ya'ni sexi borlar, eshik ishlab chiqaradiganlar
Shunaqangi prikol qilib tashlayapti endi, prikol emas. Nafratimizni oshirib boryapti-da, sexchilarga udar bo'lib ketib qoladi. Yaqinda sexchilarga udar video tayyorlaymiz, ishonasizlarmi? O'zi hozirgi ham sexchilarga ataka bo'lgan bu narsa. Eshik ishlab chiqaradi-da, yana Telegramdan menga xillarini tashing, modellarini tashing, men ko'ray, tanlaymiz, yoqsa boramiz. Bilasizlar, hurmatli obunachilar, bizni ashaddiy kuzatayotganlar, biz hech qachon telefonda ma'lumot bermaymiz. Shuni takror aytib kelyapmiz. Yana Telegramdan menga yozishadi, juda ham ko'p yozganda. Rasmini tashing, ma'lumotini tashing, katalogini tashab bering. Voy, men gapirib kelyapmiz. Odam sal jichcha mehnatini hurmat qilinglar va tasavvur qilinglar-da, Rossiyadan biz borib, mehnat qilib, eshiklarni xilini ko'rib, tanlab olib kelyapmiz va dizayn qilyapmiz u yerda qimmat pulga. Har bitta dizayn ustida ishlayapmiz-da. Ularga men eshikchilarga narxi bo'yicha o'zi eshikchilarga ya'ni non qolmadi deganda eshikchilarga juda ham ataka bo'lib ketgan. Eshikchilar umuman sinib ketishyapti. Chunki narxi bo'yicha xalqimizga foydasi tegsin. Chunki tasavvur qiling, 995 ming so'mdan ruchka, petля turishi eshikni Rossiya eshigiga bu narx o'ta minimalizm darajada-da. Rossiya eshigida, O'zbekiston eshigida kvadrati 1 million 300 ming so'mdan boshlanyapti. Agarda MDF bo'lsa, yashik, laminat eshiklar bo'lsa, ular 300 ming 400 ming so'm turadi. Uni bir oyga qo'yish keragi yo'q. Shuning uchun bitta o'rnating va sifatligini o'rnating. Rossiya eshiklari bilan O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan sexchilar iltimos o'ralashmanglar. Narxi bo'yicha vapshim kopeyka qilib yuboramiz. Shunda qiyin bo'ladi sizlar uchun. Sinamasdan, agarda ishlamoqchi bo'lsanglar, kelinglar, bizga murojaat qilinglar. Ko'raylik, aka, gaplashaylik, olib sotmoqchimiz deb ochig'ini gapiringlar. Ana shunda sizlar bilan to'g'ri muomala qilamiz. Bizni tushundinglar degan umiddamiz. Bu obunachilarimiz uchun oddiy bir bildirishnoma edi. Ya'ni barcha obunachilarga ham tegishli emas bu narsa. Faqat mana shunaqa chetdan kuzatib va dizaynni o'g'irlab yashirin ish qilayotgan qovus ichidagi obunachilarimiz uchun. Bemalol Rossiya eshiklar bo'yicha, O'rta Osiyo bo'yicha bizga murojaat qilaverasizlar. Albatta keng assortiment va keng tanlov. Sizning uyingizni eng ishonchli, tajribali, malakali xodimlarga ishonib topshiring. Albatta, sizlar bilan Eshik bor kanali asoschisi Xurshidbek bo'ldi. Kimda qanaqangi savollar va takliflar bo'lsa, bizning raqamlarimizga aloqaga chiqib, bemalol o'z murojaatingizni yoki-da o'z shikoyatingizni yoki-da o'z buyurtmangizni zakaz qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bir-birimizni zo'r tushundik deb o'ylaymiz. Albatta umid qilamiz. Mana bu eshiklarni ham afzolini qilib beramiz. Yangi safar. Qanaqangi eshik bu? Nima deydi bu? Klipga tushadigan eshik bu. Bizning showroomimizda birinchi etajimiz ham bor. Albatta kelib o'zlaringga yoqqan modellarni tanlab olib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuninglar xayrli o'tsin.